ming koy bersingizmi öğütüp koymaydigan Şinjan bazarıga yenilik bolgan mana-manadek o'xshagan İtalya çöpini şagirdlarim o'rgatgan sizga öğütüp qo'yay deb taqalimni ilib chastay turing. Hozir biz İtalya çöpü tayyorlashni boshlab ketamiz. Ketaylik materiallar: qizil piyoz, palak, yeni kalı go'shti, xanish laza, uningdagi mavu lazjang o'ydi, chanib olgan lazjang do'stlar. Zir talqini, kavauchin talqini, mavu xeyxujavfin, aningdagi mana mavu bo'lib qolsa İtalya çöpü do'stlar. Aningdagi mavu jimashangyo, mavu shinchujangyo. Unda bo'lsa biz birinchi qadamimizda qanday qilamiz? Go'shtni tamlantirib qo'yamiz do'stlar. Avval biz birinchi qadamda go'shtni tamlantirib olamiz do'stlar. Mana yep-yangi kalı go'shti do'stlar, qip-qizil ko'rdinglarmi? Kalı go'shti ishlatsanglar bek yaxshi chiqadi jumi do'stlar. O'quvchi bolalarni ko'rib oldinglar, uqib oldinglar. Aningdagi mavu, kalı go'shtini aningdagi mushu sirq qilib to'g'rab olsak bek yaxshi ya. Lazaga mush chöpga moslashtirib turib to'g'rasak bek yaxshi chiqadi do'stlar. Do'stlar, go'shtlarimizni qaranglar, mana shunday holatda to'g'rab oldik. Endi navbatda qanday qilamiz deganda belli qilib qo'yamiz. Saylarimizni to'g'rab, uni qilib to'liq belli qilamiz do'stlar. Buningga qanday qilamiz? Az miqdorda jimashang yo'q qo'yib olamiz. Jiq qo'ymaymiz do'stlar. Tamlantirish uchun. Undan keyin az miqdorda shinchujang yo'q qo'yamiz do'stlar. Shinchujang yo'q qo'yamiz. Undan keyin mana bu tayyor qilgan zir talqindan chachimiz. Undan keyin mana bu kavauchindan beramiz do'stlar. Mening qilganim bo'lgan o'sha oilda yeydigan qilamgan qildim. Mana bu qanday qilamiz deganda tetitqularni ishlatmadim. Men vijing-pijinglarni ishlatmadim. Mana bu shunda o'lchamli holatda belli qilib qo'ygandan keyin qanday qilamiz? Qolgan mashg'ulotlarimizni qilamiz. Qolgan mashg'ulotlarni davomli qilishga chiqib ketamiz. Quruq mana qozonimizga mana o'lchab tayyor qilib olgan 5 kilo suyimizni qo'yib olamiz chöp pishirish uchun. Mushu zilay shu ishlasanglar bo'ldi. Buning bir alayda bir suv ketmaydi do'stlar. Unda bo'lganda bizning suylarimiz qaynab o'g'chilik arqada chöplarimiz mishat topto'sin. Biz mana bu xanish lazımimizni buni misir qilib to'g'rab olaylik do'stlar. Mana do'stlar, lazerimizni to'g'rab tayyor qildik. Endi navbatda piyoz to'g'rab olamiz. Mana piyoz to'g'raymiz. Doim so'raydigan bir qiz gap, Amina bo'lsam nemishqa oq piyoz ishlatsak, qizil piyoz ishlatsangiz deysiz do'stlar. Qizil piyoz qamsib qirtaq qilmaydi do'stlar. Ajoyib tamlik shirin ta'mni chiqarib beradi. Bettam tam paydo qilmaydi. Shuni Amina bo'lsam qizil piyozdan ayrilmaydi. Piyozlarni to'g'rab tayyor qildik. Endi mana bu palak ishlatamiz. Nurg'un do'stlar palak ishlatmaydi ekan. Ishlatmasanglarmi bo'ladi. Ammo men shu çöplerimizden, tamaqlarimizdan texmi rangdar chiqish uchun palakning asosiy jihatim qattig'ini ko'proq ishlatib qaranglar do'stlar. Qattig'ini ko'proq ishlasak bek yaxshi edi do'stlar. Palakni mushu lazniki cho'ng kichikiligi miqdori to'g'risak bo'ladi. Qilib qolganimi? Yo'g'an holat to'g'ri yutamiz. Eng oxirsi solamiz do'stlar. Endi saylarimizni tayyor qilib oldik. Qanday qilamiz deganda chöpni selib olamiz. Qaynagan qozonga chöpni selib olamiz. Qaranglar mana. Chöpni selib olsak ajoyib payt bo'ldi. Chöp pishib o'g'chilik arqada suzib shag'laydigan mush suyimizni tayyor qilib olamiz. 10-15 minut jarayonida bizning chöplarimiz qaynab shunda payzi keldi do'stlar. Endi navbatda qanday qilamiz? Mavi qaçımızga süzüp alamiz. Soğuk suyunim tayyor qilib olgan. Men tutgan o'ching. Süzgen vaqtda muşda o'lchamli holatda suyimizga süzüp, cho'qim so'q suvdan bir 2-3 qaytim o'tkazib yetamiz do'stlar. Undan keyin shinchujang yo'q bilan azroq mayli velinglar, shinchujang yo'q va yoki jimashang yo'q ikkisini aralashtirib maylasanglar bo'ldi. Bekpay chiqadi juma do'stlar. Mana inshaalloh olaylik. Shunda so'q suvda mush odatga lag'manning cho'pidan bekrak shalib yetamiz juma. Shalab tayyor qilib oldik. Endi qanday qilamiz deganda oldimizga tortib turib azroq holatda mana mashtang shab tayyor qilib olgan shinchujang yo'q. Az miqdorda shinchujang yo'q bilan jimashang yo'q bilan par paqiraqligini oshirib qanday qilamiz deganda mana shunday tamlantirib olamiz. Qaranglar do'stlar. Tamlantirmasga olti bilan ma'alda qaranglar par paqiraq holat bo'lib ketdi. Unda bo'lsa qozon 5 minut azroq yig'ishtirib atgandan keyin endi maxsus go'sht qo'rish qilam chiqib ketamiz do'stlar. Mana suyimizni to'kib qozonni quritib olaylik. Qozonni quritib olgandan keyin az miqdorda may qo'yib olamiz. Mayni bekcha qo'yib atmanglar juma do'stlar. Mayni jeb qo'ymaymiz. May bek normal bo'lmasa, chilib may tetib qoladigan gap. Endi shu mayninki gradusi azroq kelgan vaqtda mana bu tamlantirib olgan go'shtimizni selib kebab palet bo'g'ichi qo'raymiz juma. Cho'qimdan cho'qib sarg'aytib shu kebab oltiga qilamiz. Texidin payz chiqadi. Mayning ta'mi, go'shtning ta'mi mayga chiqadi. Mayning ta'mi bilan masay chöplar ajoyib sozdan chiqadi. Meyimizmi qizg'anday turdi. Unda bo'lsa go'shtni bir sepib qo'yaylik. Mana do'stlar, mushunda o'lchamli holatda mayninki gradusini yuqoriroq holat qilib qo'raymiz. Go'shtlarimizmi vashshi payzi kebab oltiga ketib ketdi. Endi dal mushu vaqtda to'g'rab tayyor qilgan piyozlarimizni selib olamiz. Piyozni shunda payzi qo'raymiz juma do'stlar. Shu piyozlarimiz, go'shtlarimiz qo'rilib mushalat kelganda az miqdorda tuz qo'yib olamiz do'stlar. Mana Mesela az miqdorda tuz qo'yib, buni keyinroq qanday qilamiz? Lazimizni selib olamiz. Sir qilib to'g'rab olgan lazimni sep, buni bek qo'rib etmaymiz, ha. Mushu churuk holati chiqsa texidini yaxshi. Mana bu shunday holatda qo'rib oldik do'stlar. Palaklarimizning qattiq tarafini avval selib olamiz. Mana do'stlar, qattiq tarafini bekchin qo'rib etmaymiz. Normal holatda bo'lsa bek yaxshi, har qanday normal silak yaxshi. Mushunda qo'rgan vaqtda nimani salimiz ustam deganda bizniki mana bu lazjanimizni selib olamiz do'stlar. Texidini rangli qizil chiqsin deb mana lazjanni selib oldik. Lazjanni selib bir 2-4
qo'rib olamiz. Yani degan ajoyib fayz chiqadi. Endi dal mishakaga vaqtda nima solamiz degan vaqtda do'stlar, mana bizniki az miqdordagi zir talqini bilan az miqdordagi kavovchin talqinini selib olamiz. Buni qo'rib 2-4 matlab bo'lgandan keyin bizning mana xeyxo'javdan bir jumush miqdori solamiz. Mana yarim jumush solgandim. Menda mana yarim jumush, bir jumush xeyxo'javjan sep bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Mana bizniki shu cho'plarimizni selib olamiz do'stlar. Endi to'liq tashki qo'riymiz mana. Ko'rdinglarmi? Voy, rang deganning ajoyib soz gap ketdi. Mana mushlar bo'lsa bular. Qaranglar mana. Men bugun mana sapqit qo'rmay toz etib qo'riyamay qoldim. Sapqit qo'riydigan bo'lsanglar, vashshi osmonga etib turib ajoyib fayz qo'riymiz do'stlar. Endi dal mishak kelganda az miqdorda jimashang yo'q qo'yib qo'yinglar. Nayt shang chiqdi jumur, xushparaq chiqib berdi do'stlar. Mana qo'rilgandan keyin bizniki holatda mana qaranglar, vah. Vashshi fayzdan Italiya cho'pi yeyma deb sirtlarda restoranlarga kirmasanglarmi, sirtga oshxonalarga kirmasanglar, bo'g'dek bo'lib ketdi do'stlar. Qo'rib vashshi fayz qo'rbatdi, bunda bo'lganda qanday qilamiz deganda men ummaq taqsam bor. Taqsamga mana bu qisqichli bir ep baqayli do'stlar. Voy. Yeganlik keldim ballarim. Bek keldimi? Bosh keldimi? Mana do'stlar qaranglar, vashshi fayz gap ketdi. Mana shunda o'xshagan Italiya cho'plarini o'rgansam bo'ladi usta. Men bu bozor assam bo'ladi usta. Men bu siz qilib bergan sovg'atlarni uyda ballarimga va yo'ldoshimga, ota-onamga qilib bersam bo'ladi. Men uydagilarni nayt xo'sh qilib xo'g'utim bo'lsam bo'ladi usta. Sizning cho'ng-cho'nglarimizni o'rganib bir tijorat cho'paqsam bo'ladi. O'z oldimga bir loban xo'jayin bo'lib qolsam bo'ladi usta. Deydigan do'stlarni shagird bo'lni saqlaymiz. Önerkes bugünkü spadoslar. Özünün bir iqtisodiy qiymatini yaratqus spadoslar Amina ustamni va lazzatim degan markani tunib kelanlar do'stlar. Hozir bir kishilik o'qish pul to'lab, ikki odam bugun alaydigan, ikkili odam yataqdan bahramon bo'la oladigan mushu faoliyatni qilyapman do'stlar. Kegi spadoslarni men ayrim xonamda saqlayman. Ma filmimga yurak burib saqlab olishni qat'iy unutmanglar do'stlar.